Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda 14 milliondan ortiq eronlik mamlakat himoyasiga tayyor. Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi. Eron butun mintaqa to'liq zulmat ichida qolishidan ogohlantirdi. Isroil har qachongidan ham kuchli, Eron esa har qachongidan zaif. Netanyahu. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Donald Trampning Eronga nisbatan pozitsiyasi AQShda tobora ko'proq tanqidlarga sabab bo'lmoqda va uni lavozimidan chetlatish talablarini kuchaytirmoqda. Eron butun mintaqa to'liq zulmat ichida qolishidan ogohlantirdi. Tehron Qatar orqali AQSh va Yaqin Sharq mamlakatlariga ehtimoliy javob zarbalari haqida ogohlantirish yetkazdi deya xabar bermoqda Reuters agentlik eronlik yuqori martabali amaldorga tayanib. Reuters suhbatdoshining so'zlariga ko'ra, Eron quruq va'dalar evaziga Hormuz bo'g'ozini ochmaydi. Bundan tashqari, agar vaziyat nazoratdan chiqib ketsa, Tehronning ittifoqchilari Bob al-Mandeb bo'g'ozini yopadi. Isroil har qachongidan ham kuchli, Eron esa har qachongidan zaif. Netanyahu. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun maxsus video bayonot bilan chiqib, Eron ichkarisidagi strategik obyektlarga berilgan qaqshatqich zarbalar natijalarini e'lon qildi. Biz Erondagi terrorchi rejimni tobora ortib borayotgan kuch bilan tormor etmoqdamiz. Kecha biz transport samolyotlari va o'nlab vertolyotlarni yo'q qildik. Bugun esa inqilobiy gvardiya tomonidan foydalaniladigan temir yo'llar va ko'priklarga zarba berdik. Bu endi o'sha Eron emas va bu endi o'sha Isroil emas. Biz kuchlar muvozanatini bir chekkadan ikkinchi chekkagacha o'zgartirmoqdamiz, deb bayonot berdi Isroil bosh vaziri. 14 milliondan ortiq eronlik mamlakat himoyasiga tayyor. Eron prezidenti Masud Pezeshkian mamlakatni himoya qilishga tayyor ekanini bildirgan fuqarolar soni 14 milliondan oshganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Eron uchun jon fido qilish shiori ostida o'tkazilayotgan kampaniya doirasida millionlab insonlar o'zini mamlakat himoyasiga tayyor deb e'lon qilgan. Avvalroq Eron parlament spikeri Muhammad Boqir Golibaf ham taxminan 7 million nafar fuqaro qurol olib mamlakatni himoya qilishga tayyorligini aytgan edi. Ma'lum qilinishicha, mazkur kampaniya mamlakatda milliy birlikni kuchaytirishga qaratilgan. Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi. Avvalroq Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni soliqqa tortish va hisobini yuritish tizimini soddalashtirish to'g'risidagi qaror loyihasida O'zbekistonda san'atkor va boshlovchilar har bir to'y yoki konsert uchun soliq to'lashi nazarda tutilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur loyiha ortidan Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi. Loyihaga muvofiq san'atkorlar, boshlovchilar hamda konsert tomosha sohasida xizmat ko'rsatuvchi boshqa ijrochilarning to'y, yubiley, sunnat to'yi, nikoh marosimlari, restoranlar va boshqa tadbirlardagi har bir chiqishi bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida soliqqa tortilishi nazarda tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim fuqarolar tomonidan soliq to'lashda yengillik va adolat tamoyillarini ta'minlash lozimligi haqida fikrlar bildirilmoqda. Xususan turli sohalarda faoliyat yuritayotgan fuqarolar, jumladan kam va o'rta daromadli ishchilar, xususiy tadbirkorlar, savdo xodimlari, haydovchilar hamda qurilish sohasi vakillari belgilangan tartibda soliq to'lab kelayotgani qayd etilgan holda, nega konsert tomosha sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim shaxslar uchun alohida yoki farqli yondashuv bo'lishi kerak degan mazmundagi savollar ilgari surilmoqda. Madaniyat vazirligiga ko'ra, Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni soliqqa tortish va hisobini yuritish tizimini soddalashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish to'g'risidagi qarori loyihasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbekkonsert davlat muassasasi tomonidan atroflicha ko'rib chiqilgan. Madaniyat vazirligi tomonidan hujjat loyihasining ayrim bandlari yuzasidan tegishli tartibda rasmiy e'tirozlar kiritilganiga qaramasdan ushbu loyiha Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bugungi kunda konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun soliq to'lash tartibi amaldagi qonunchilik asosida belgilangan. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-iyuldagi
konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslardan davlat bojini undirish hamda ularni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga asosan mazkur toifadagi shaxslar uchun daromad solig'ini deklaratsiya asosida yoki qat'iy belgilangan tartibda to'lash mexanizmi joriy etilgan. Ushbu tartib asosida san'atkorlar har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan kam bo'lmagan miqdorda ijtimoiy soliq to'lab kelmoqda. Bugungi hisob-kitoblarga ko'ra ushbu miqdor 412 ming so'mni tashkil etadi. Shuningdek, ular alohida yillik daromadidan deklaratsiya asosida 12% miqdorda daromad solig'i ham to'laydi. Demak, amaldagi tartibga ko'ra konsert tomosha sohasida faoliyat yurituvchi shaxslar soliq to'lash tizimidan tashqarida emas. Ular uchun qonuniy soliq mexanizmi amalda mavjud va qo'llanilmoqda. Shu nuqtai nazardan bugungi muhokamalarda ayrim holatlarda uchrayotgan san'atkorlar umuman soliq to'lamaydi degan talqinlar haqiqatga to'liq mos kelmaydi deyiladi vazirlik munosabatida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi madaniyat va san'at sohasini jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan vazirlik va boshqa davlat organlari tomonidan tashkil etilgan davlat tadbirlari hamda boshqa tadbirlarga jalb etiladigan ijodkorlar va ijrochilarning xizmat haqlari, gonorarlari qonuniy tartibda to'lab berilishi bo'yicha ham aniq mexanizmlar belgilangan. Bu esa sohada shaffof moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Shu munosabat bilan Madaniyat vazirligi tomonidan qaror loyihasining ayrim bandlariga yengilliklar kiritish, amaliy qo'llash mexanizmlarini qayta ishlab chiqish, soliq miqdorlarini toifalar kesimida adolatli belgilash, sohaning turli ishtirokchilari uchun tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish hamda qator normalarni yanada aniqlashtirish bo'yicha taklif va e'tirozlar bildirilgan. Vazirlik ushbu masalada jamoatchilik fikri, ijodkorlar va soha vakillari takliflari muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Chunki qabul qilinadigan har qanday qaror avvalo qonuniylik, adolat va amaliy samaradorlik tamoyillariga asoslanishi kerak. Madaniyat vazirligi mazkur loyiha yuzasidan muhokamalarda konstruktiv yondashuv tarafdori ekanini ma'lum qiladi. Vazirlikning asosiy maqsadi bir tomondan sohada shaffoflik va qonuniylikni ta'minlash, ikkinchi tomondan esa ijodkorlar faoliyati uchun barqaror, adolatli va amaliy jihatdan maqbul shart-sharoitlarni saqlab qolishdan iborat deyiladi xabarda. Isroildagi O'zbekiston fuqarolari ogohlantirildi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatda xavfsizlik vaziyati keskinlashishi mumkinligi munosabati bilan ehtiyotkorlikni yanada kuchaytirishni so'ragan. Elchixona barcha O'zbekiston fuqarolarini Isroil front orti qo'mondonligi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilishga chaqirgan. Trampni raqiblari uning Eronga qilgan tahdidlaridan so'ng prezidentni ruhiy jihatdan nosog'lom deb atab, uni iste'fosini talab qilishmoqda. Sobiq kongresswoman Marjorie Taylor Greene AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 25-tuzatishni amaliyotga tatbiq etishni, ya'ni agar prezident jismoniy yoki ruhiy jihatdan o'z vazifasini bajara olmasa yoxud mamlakatni boshqarishga layoqatsiz deb topilsa, uni lavozimidan chetlatish yoki vaqtincha almashtirish jarayonini boshlashni talab qildi. 25-tuzatish Qo'shma Shtatlarga birorta ham bomba tushmadi. Biz butun boshli sivilizatsiyani yo'q qila olmaymiz. Bu yovuzlik va jinnilikdir deb yozdi u Twitter ijtimoiy tarmog'ida. Bu manyakni lavozimidan chetlashtirish kerak. Maktabning bombardimon qilinishi va qizlarning ommaviy qirg'inidan so'ng Oq uydagi harbiy jinoyatchi genotsid bilan tahdid qilmoqda. Konstitutsiyaga kiritilgan 25-tuzatishni qo'llash vaqti keldi. Bu manyak lavozimidan chetlashtirilishi shart deb bayonot berdi kongresswoman Rashida Tlaib.